Sevgi yosh tanlaydimi? Sevgi yosh tanlamaydi. Sevgi vaqt ham tanlamaydi. Shuning uchun kimga qaysi payt oshiq bo'lishingni bila olmaysan. Qarshingdagi odam sendan bu dunyoga shunchaki ertachi yoki kechroq kelgan bo'lishi mumkin. Sevib qolishing mumkin, qalbingga buyruq bera olmaysan. Masalan, yoshi katta o'zidan kichkinani yaxshi ko'rib qolsa, unga nisbatan nimadirlarni his qiladi-yu, lekin unga ayta olmaydi. Chunki sevgi izhorlar faqatgina yoshlarni ishi deb o'ylab qolishgan. Agarda umuman imkonsiz vaziyat bo'lmasa, menimcha ma'qul, yashasa bo'ladi. Sevgi yosh tanlaydimi? Sevgi yosh tanlaydimi? Sevgi yosh tanlamaydi. Sevgi vaqt ham tanlamaydi. Shuning uchun kimga qaysi payt oshiq bo'lishingni bila olmaysan. Qarshingdagi odam sendan bu dunyoga shunchaki ertachi yoki kechroq kelgan bo'lishi mumkin. Sevib qolishing mumkin, qalbingga buyruq bera olmaysan. Masalan, yoshi katta o'zidan kichkinani yaxshi ko'rib qolsa, unga nisbatan nimadirlarni his qiladi-yu, lekin unga ayta olmaydi. Chunki sevgi izhorlar faqatgina yoshlarni ishi deb o'ylab qolishgan. Agarda umuman imkonsiz vaziyat bo'lmasa, menimcha ma'qul, yashasa bo'ladi. Sevgi yosh tanlaydimi?